Assalomu alaykum tuğanlar. Men podpisчикlerim videoni ko'rib funduk egishga qiziqayotgan. Funduk ekkan qiziqib yurgan. Mendan fundukka ko'chatga zakaz olayotganlar. Bardığınlarga deyin sog'liq tilayman. Uy bilenler meni tinch bo'g'la. Endi o'tirib bir video chiqarib qo'yayım. Tushunmaganda tushunib olsin deb. Endi bunday zakazda olyapman, Xudoga shukr. Mana bu yilga oz-ozdan og'ila zakazinglarni. 10dan 5dan qilib. Janagi yili dag'an 5dan 10dan qilib og'ila. Men o'tgan videolarimda aytdim edi-ku. 10dan 5dan qilib olaversingiz, sekin köy bitta qat denmedi. Cho'ng boqib qoladi. Lekin men ham ko'p kommentariyalarda o'qitaman, javob beryapman. Yozyapman, javob berganda yozyapman. Bir ikkitasi sekin söyleysin, tuzukroq söylesang, "Ne sen mas mısın? Mas bo'lib olib chiqpan, unday qilib" deb söylegenler bo'lyapti endi. Tuğanlar men barliq chiqqanimda aytaman. Men o'rgan adamman, insultman. Bu yoqda astmatikman, astmam bor deb söylayman-da. O'shani uqbay qolayotgan bo'lsa, uni qulog'ida birining problemasi bor-da. Men ichib olib ichmayman, chekmayman, masam chekmayman, araqam ichmayman. Bahshi hech narsa, только jeyman, ichimday çay içemin şu bo'ldi. Qur'onni boshdan oyoqqacha bemalol o'qiyman. Qur'onni o'qiyman, arabchani o'qiyman. Bog'bonlikni qilaman. O'zimga qiziqishga, hali hobbi deganday. Shunday narsalarni yoshligimda qilib kelgan uyda ham. Sosedlarga gilas, alma, o'rik, shularni qiyishtirib 5dan, 10dan shunday qilib beretdim-da. Endi daha hozir kommentariyaga kelib turgan bo'lsak, tuğanlar endi men qattiq söyleyimmi, endi asta qilib sekin söyleyimmi, birovga o'g'ilib aytaman, telefonim o'zi qotib qolaveradi. Men qo'lida yo'q odamman. O'zi insultman, invalid, gruppadagi kecha bir ikkita odamlar zakaz qilishdi. Ko'chatni xudo xolasa tayyorlab, birer oydan keyin ko'chatlarni videoga olib dog'ini tashlab qo'yaman. Ko'rib olasizlar. Kim zakaz qildirgan bo'lsa, videoga olib turib, mana ko'chatinglar bo'lyapti. Xudo xolasa inshaalloh sentyabrning oyog'igacha bitib qoladi deb aytaman. Hech xijolat bo'lmanglar. Men ko'chatni zakonli naqtalay qilib turibman. Söyleshib aqchani olaman. Bo'lsa men aqcha olmayman. Shunday. Anam bayağında keyinde sekin söyleseng tuzukroq söyleyen. Qattiq söyleyen. Uqbay qolyapman, sengari telefon qo'lingizda. Zvugini ko'targili. Egandir meditatsiya etib nastroykasiga mana kirsangiz, qanday yaxshi ko'rsatish uchun o'sha yerda knopkasini bossangiz yaxshi ko'rsatib turgani bor. Zvugini ko'tarasizlar. O'zingizga telefon qo'lingizda o'tirib qattiqroq söyleb nima jo'natgan, tushunmay qoldim, uqmay qoldim deysizlar. Unda quvoninglar. Har bir odamda o'ziga yarasha do'st chiqadi. O'ziga yarashash nimasi jashusi bor. Men niye qilaman? Telefonim Moskvalargacha ko'rib kelgan.
Qiynaldi bu eskirib o'tadi. Endi bir oqshom bo'lib qolsa endi olarman endi. Bo'lsa shu telefonim kuyib yo'q bo'lg'isayin endi sizlarga xizmat qiladi. Tak. Ondan keyin mana o fındık jönünde süйлөшсөк тугандар көчөт кичинесini, майдасыны жөнөтсүн дебегени. Ola turgan bolsaňar, men özüm op kelgenimden şu 30 santimetrlik köçet op kelgenmin. 30 santimetr boyu. Bu sami glavni tomurda söz. Tomur. Bunu hem o Abdullah Taşiyevich aytganday birge bir köylep astıga cünyen taşa bana ne gelip bunu bir 35-40 santimetr atrafında aylanasiga köylense boldu. Dariyam taşama gide. Prosto özünü ordudağı tuprağını başka jaka koyup, başka yerine kün jegen tupraktan salıp, biyogümüsüne aralashtirib ekkelip, вообще zor kankir edin burası. Şöyle yaxşılap tomirdat bolat da bärden çygat. Nimege de mana küzde ekip atkaning vardı sebebi küzde nimeni eksingerim küzde ekkile. Bu 99% garantiya degende. Жаздағы ekkenge уже жоқ degende bir 50% tamir şamaldaydı da. Küzdegi bolsa bu uqtagan boladi. O tamir şamaldagan bolsa ham, boğan bolsa ham bäribir kögerip kete beradi. 99 biz kişineligimizde endi sizlarga to'g'risini aytganim O'zbekistonda bog' qilganmizda, O'zbekistonda bog' bo'la turgan kolxozda yashaganmiz, shu yerda tug'ilganmiz. O'zimiz Qirg'iz bo'lganimiz bilan O'zbekistonda yashaganmiz. Hozir mana Qirg'izistonga kelib, Qirg'izistonda qiyla 15-20 yildan beri daraxt qiystirib o'tdik. Ballarga, hozirgi ballar o'sha moldan ballar hozir birovlarga daraxt qiystirib o'tadi Qirg'izistonda. Endi men kimmenligimni aytsam to'g'ri kelmaydi. Nima deydi? O'ng qo'ling bilan berganingni sol qo'ling bilmesin deydi-ku. Birovga yaxshilik qilib qo'yarish kerak. Hozir mana o'sha qiyinli yerdagi odamlar bog'bon bo'lib qolishgan. Endi bog'larni ko'rsang, endi qiyishdi, shunday bir nimelerin Amerikanskiy abreska deydi. Mana ovoz intensiv abreska. Bular bardығы biz yoshligimizdan ko'rganmiz. Shu yüzümlerni qanday qiyshtirish, olmani qanday qiyshtirish, slivani, gilasni. Bularni ko'rganman mana. Men 30 yildan oshdi. Şoňa sabır qilgin. Bir nerseni ekdiňer, sabır qilgin. Egi bolib addi böyle borib qaray bersiň, zeriktiradi o. Egi bolib qanday bo'lib tatganda qaray bermegile. Adamdın nazari bor. Adamdın nazari ham quritib qo'yadi. Addi böyle bir egindi egi bolib nima bo'ldi ekan deb qaray bersiň, haligi nima deydi, uyalganida chiqpay ham qo'yadi, qurib ham qolaveradi. Turgan desa shunday bir bilib olg'ilaki, adamdın nazari. Allah'ın nazaridan qoldirma. Adamın nazaridan qoldirsam ham, adamın nazaridan qoldirsam ham, Allah'ın nazaridan qoldirma deyishadi-ku. Endi bilmadim men qanday ekan o. Allah'ın nazaridan qolish kerak emas-da. Allah'ın nazaridan qolsaňar daraxt ko'ktabaydi. Hadi nima deydi? Baxaldın bağı kögörmeydi deydi. Bağı kögörse ham şağı kögörmeydi deydi. Şu keng peldi bo'lish kerak-da. Buni ekkenden keyin nima? Buni biz orqalab ketaverdik o dunyoga, narg'i dunyoga orqalab ketdik. Biz bolalarimizga, nevaralarimizga kerakligi uchun ekamiz. Shuning uchun ekkila. Haddi böyle mosh gillas, olma, shaptolu,
deb jatoqlar versin, har xilda ekkeler. Mana aytdığını funduk ekkeler, funduk benim жаңғақтар aralashtirib ekkeler. Ökovi bir-biriga çağındaşıp, bir-biriga kirishib kete turgan daraxtda. O'sha bir-biriga kirishib kete turgan daraxt bo'lgani uchun funduk benim жаңғақтар aralashtirib ekse, funduklar cho'ng bo'ladi ekan. Bunu seleksiyonerlardan eshitdim men. Shunday qilib ekkan odamlardan eshitdim. Ondan keyin buni ulash kerak. Ulash boshqa. Privetить et. Qiyshtirish. Xudo xolasa, janoyajini boshqacha qiyishtiran. Bu yil ham mana nimaga o'zimizning жаңғақ bor. Shu men uchun bizni o'zimizni жаңғақqa qiyshtirish ekan deyman. Endi hali eksperiment uchun edi. Mana aytgan uyima ko'chama огородыma bir ikkita hali qarg'alar tashlagan жаңғақтар chiqib qolibdir. O'sha жаңғақтарға bir ikkita funduk qiyishtirib ko'raman. Qanday bo'ladi ekan. Shunday yaxshi bo'la turgan bo'lsa, Qirg'izistonda funduklarni shu жаңғақ Xitoyda qiyishtirib turib, shunda qilsang ostidan chiqmaydi. Olmaga o'xshagan, gilasga o'xshagan cho'ng hali daraxtlarni qilib uyda oldilariga bunday egib qo'ysang, stolda o'tirib mana qo'lingni cho'zib olib, qirs qilib chog'ib jeb, nevaralar jeb, mehmonlar jey turgan shunday daraxtlarni qilish kerak. Hadi öyle qayerdan gilas, endi amerikanskiy ekansa, u yoqqa yugurib, afrikanskiy ekansa bu yoqqa yuguravermasdan, gilas nima, uzog'i mening 15 kunda teriladi, 15 kunda tugaydi. Men Allohu akbar. Bo'ldi, shu meni esdan chiqadi. Pulini barasin, bitta mol olasin, boshqa qilasin. жаңғақта, fundukta, o'rikda, mayizda o'zing jeysin krugligi ot. Meni birinchi uchirdi miye. Undan keyin yurakka foydasi bor. Miyega, yurakka. Qorilar bor, mana bizga o'xshagan qorilarda nerv teriga, miyasiga shunday baquvvat bo'ladi ekan. Ikkili ballar qanday baquvvat bo'lsa, hadi o'li kiriyeshga jeb, makaron jeb, dashirak jeb, shalpayib yuravermasdan bunda birovni qarmaganda shat ko'tara turgan bir yigitlardan qilaylik endi. Yetchesaylik ko'tarib oladi deymiz. Mana shunday narsalarni yeyish kerakdir. Biz mana kishilarimizda bilsanglar sandal degan narsa bo'ladi. Cho'qni tog'raga solib, putlarga stolga tayoq qo'yadi, ustiga ko'rpani jog'ib qo'yadi. O'shani aylanasida 10 ta bola yotib olib, putni tig'ib, bir charada o'rikni to'gib qo'ysa, o'shani o'rikni jeb, jart qilib yotib cho'ng'aygan biz shu muolg'asan, shu biz quram bollar, biz quram kishilar, shu 60 dan oshgan odamlar o'rvay kelganmiz. Shu 30-40 yoshimizgacha. Mana 30-40 yoshimizdan keyin to'rtta fast foodlarni jeb, ko'chaga chiqqanda tayyor ovqatlarni, tayyor tomoqlarni jeb, mana shu ahvolga keldik-da. Endi qaytishimiz kerak. Hozir Ukrainada, Rossiyaning mana Rostov, Krasnodar joqlarida mana bu misteni, bodomni, жаңғақты ko'paytirishyotir. Nimaga? Bu buğdayda o'rdigan, nonda o'rdigan bunday yurasa kerak narsa ekan. Kilokaloriyasi. Fundukning kilokaloriyasi qo'y go'shtining kilokaloriyasi bilan teng ekan. 1 kilo qo'y go'shti bilan 1 kilo funduk baravar ekan-da. Fundukning 10 tasini yesang, qandaydirki bir to'yimda to'yib qolasan. Jegiladi. Ishonmasang, bozordan olib bir 200 ga ber deb puliga nima qo'y og'ila. Kilosi 600-700 dan bozorda. Shunday qilib yo'qadi. Ko'chatlar xudo xolasa bil bo'ladi bir gideta. Men esimcha bu yoq Allohdan endi men esimcha bir 70 ta ko'chat bo'lib qoladi.
Andan keyin men zakaz qilgan odamlarga bir xil fındık tutib, bir xilini bermayman, ikki xil sortini beraman. Shuni bilib olinglar. Menga zakaz qilgan odamlar bor-ku. Uga olg'alar. Men sizlarga ko'chat bersam ikki xil beraman. Nimaga deganda ikki xil ekpesang, bu shunday boyag'i birovlar aytganday 9 yil, 10 yil, 15 yil ham turaveradi. Men bir-biri bilan chatishganday qilib egib qo'ysang, changlaydi deb qo'yadi-ku. Changlaydi, biroq bular bir-birini ko'rib tursa, boshqa sort. Bu o'zi yanvarda 15'deydi gulli bo'ladi. Odamlar bu qachon gullaydi ekan, qanday gullaydi ekan, mana murdidagi salvirag'i seryoshka deb qo'yadi o'rislar. O'sha salvirasandan keyin nima bo'ladi ekan? Yo'q, u oldin, o seryoshkadan oldin gullaydi. Qarasangiz, kichkina qizil bo'lib, bichirining uchidan gullaydi. Ana seryoshkalar uzun bo'lib cho'zilib sarg'aygan. Andan keyin o'shalar erkagi bo'ladi. Ular erkagi anan shamolda changini u yoqqa qilib changlashadi. Buni men endi eksperiment uchun olib kelganman. Tuğanlar Qirg'izistonda misol mana u Xalmiyon, Batken joqlarda suvga qiynalgan yerlar bor. O'shalarga eksa qanday bo'ladi ekan, qanday ekish kerak ekan, agrotexnikasi qanday. Men uje buni 100% bilib oldim. Qandayligini. Mana 3-4 yildan beri qarab, buni qanday qilsam yaxshi bo'ladi, qaysi yerga eksam, qanday qarasam agrotexnikasini qilsam, menga oson bo'ladi. Cho'ngoyish ko'garishi yaxshi bo'ladi. Odillarga eksa ham bo'lar ekan mana. Qayerga eksang bo'ladi ekan. Prosta shamol yurib turgan yerga egib qo'yadi ekan. Shamol yurib turgan yerga eksang, o'zidan issiq bilan pastda shamol bir-biriga urishadi ekan. O'zidan qizdirib turib, bu yoqdan shamollarga nima biz aytamiz-ku, nima deymiz? Shamollab qopsin deganday. Ana jalviroqlarni quritaveradi ekan. Biz aytamiz, mana bir kasal tigan bo'lsa kerak deymiz. Yo'q, kasal tiymaydi ekan. Bu issiqdan jalviroq quriydi. Sizlar qo'rqmanglar. Bu eng kasalga chidamli bu funduq bilan jong'oq ekan. O'koni bu jong'oqni yegib qo'yib, qayroq qilib dari chachpasang ham bo'laveradi, bilasizlar. Bu ham shunday ekan. Bo'laveradi ekan. Keyin mana Rossiyada, mana Rostov tomonlarda, Krasnoyarsk tomonlarda, Qirg'izistondan birorta galda tug'ani var. Jashasa, ishlayotgan bo'lsa, keyin bir xabarini bersinglar, nomerlarini olib сөйлесек, o'sha yoqda men medveji aray qoldirishim kerak, ayu jang'oq. Ana o'shanga qiyishtirsak, jang'oqlar vashim cho'ng klass bo'ladi ekan, vashim klassda. Haligi nima deydi, kashtan terib olganda bo'ladi. Kashtanni ko'rganmisizlar? Cho'ng bo'lib, qop-qora dumaloq jang'oq. Shu kashtanday bo'lib ketadi ekan. Mana hozir ana kichkina ko'chat turadi-ku, o'sha ayu jang'oqqa qiyishtirgan. Bu yil mana shox chiqarib o'sgan yili. Endi janagi yilni ko'raman, qanday bo'lar ekan. Janagi yilni uje olish kerak. Uje meva olish kerak, jang'oq solish kerak, tamam. Shunday. Ikkala qarag'anlar, sizlar o'zinglar ham menga o'xshab eksperiment qilinglar-da, olib bol. Men 400 so'mga oldim, 500 so'mga oldim. Men hech kimga aytganim yo'q, zakaz bergan odamlarga aytganim yo'q. 1000 so'm deganim yo'q. 1,5 ming deganim yo'q. Bo'lgani mening mehnatimni qadriga yetib 500 so'mdan ko'chatini bersinglar, olib ketaveringlar deb aytaman. Bundan oldingi videolarimda ko'rsanglar, ko'chatni men qanday qilishimda, qanday qilib yetiltirishimda yozib qo'yganman, ko'rsatib video qilib qo'yganman.
Şoňa köňgen bolsaňlar, ana kılgıla. Şoňa köňbeseňer bu aytpa gelema. Bu almaday, bu etike, közge körünbey turgan nerse bu. Aytışatky muny. Neme deýişet? Ne? Ne siz Zalatoy Zalatoy Erişka deýişetkendi muny. Körünmedi eken. Ana tagini karasaňar iki tagida tolup kalaberer. Tapır çöwür. Bu kayıtta var eken de muantıp jallyrakların tagini karap aktardy. Ertesi soň dağın bir düşet. Şonday nerse ja kızık nerse bu. Bunu sortu köp. Bir 50 xildan oşyk nemedi. Olar süýrüler. Muna mendegiler tögerekleri. Tögerek bolat. Pirajok deydi. Pirajokko, oruslarda pirajok var. Pirajok oşaydı. Anan keyin trapezun deydi. Bunu İlyas İmirsinov tanıganman. Şu balaga malades, rahmat. Ana şu balany videolary hem bor çykady. O bala mehnetigi jarışa şu küçük kılıp Rossiyada satat, Avropaga satat. Onun küçükleri kımbat. Men şonuň oğamman. Şu biz süýleşip köz dost bolabыз dedim, mayli musulman ekensin sen dep. Muňa şonda kança 1,5 miňden berem degende. Onu kийин men şunda kıydalyp men işlep atkan, köçede işlep jürgen bolamyn desem. Kırgızstanga barıp egen, şunu seni köçetlerini köýtürüp Kırgızstanga taratayın. İlaji bolsa ikisi bula turgan bolsa eken şunu köýtüreýin. Kırgızstanda adil şaptol benim almayı gişe bersen. Degenimde şu bala maňa kançadan tory kelgende bir 700-800 diňe tory kelgende bergen. 10 ştuk. Şonu ap gelip ekkenim, şonun 5 ştuk köýbergen. 5 ştukdan özüm köçet kıldım, hazır 10 ştuk kıldım. 10 ştuk. 10 ştuk. Ana şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ştuk oldu. 11 ştuk fındık oldu. 11 ştuk fındık 3 de sorta. Pirajok, uzunbaş, Trapezun bu Korolevskiy dep koýuşat. Wagtda oruslar arkadan çeviret. Mana Korolevskiy deydi. Çoň bolat. Ýaxşy karap. Bunun wastyga göň salyş gerek boldy. Göň amafos. Keyin nemeden memoganda azotdan salyp основной göňde ilacı barça 2 jyldyk göň salyş gerek. 2 jyldyk. 1 jyldygy boğay. 1 jyldyk amsasa bolady. 2 jyldygy ýakşady. İlaji bolsa göň salyp tarawerseň tagida o göň nemeni, hani nime diýdi? Nymlykty uşaýdy da. Zor bolady zakonni. Boy çoňaýyp ketpeydi bunu. Boýra esa barsa 3 metrege barady. Bunu ege turgan stilleri var. Mesela V образный deyip Tureski stil dep koýat. 1 metr kvadratka 4 köçet düşe turgan kalıp. Ondan görüp bitte köçetde egip turup V образный kılsaň oşo tagidan çykkan köçetde 4 üçlügünü kaldırsan bitte jerge 4 de köçetlik kem bolup kalasın. Anan bularda hasyly nimesi urajaynysi monday tuganlar. Şunu jakşı bilip algıla. Korоче 10 jyldyk köçet bolsa, rısa barsa 10 kilo bolady. Jakşı bolganlar 15 kilo joňa bolady. Şunu bilip algıla da, endi o almaga oşa bu bittasdan 100 kilo, 150 kilo rısa bolganlar bar. Bolsam şu bittasi 50 kilo terledi şu gilasdi. Şoňa oşa bunu hem jakşı bolganda 10 kilo. Bolsam 5 kilo, 6 kilo sredni. Orta kiçine joňa